Fotima onamizning Alloh huzurida 9 ismi bordir. Bular: Fotima, Siddiqa, Muboraka, Tohira, Zakiya, Roziya, Marziya, Muhaddasa va Zahro. Endi bu ismlarga ozroq bo'lsa-da izoh berib o'tsak. Fotima Fatomi degan arabcha so'zdan olingan bo'lib, do'zaxdan saqlangan ma'nosini bildiradi. Siddiqa esa rost so'zlovchi, haqiqatni tasdiq etuvchi ma'nolarida keladi. Muboraka ko'pdan ko'p xayr baraka va yaxshiliklar degan ma'noda keladi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Fotima onamiz tufayli juda ko'p yaxshiliklarni ato qildi. Tohira arabcha pok, toza ma'nosini beradi. Zakiya nihoyatda bilimli, ko'p narsani biluvchi ma'nosida. Roziya arabcha rozi bo'lgan degani bo'lib, bu yashab o'tgan hayoti uchun Alloh taolodan rozi bo'lgan bandaning maqomi hisoblanadi. Marziya arabcha rozi bo'lingan degani bo'lib, Alloh rozi bo'lgan bandaning maqomi hisoblanadi. Muqaddas Qur'oni Karimning Fajr surasida quyidagicha oyat bor. Ey xotirjam nafs, rozi bo'lgan ham rozi bo'lingan holingda Robbingga qaytgin. Bas, bandalarimga qo'shilgin va jannatimga kirgin. Oyatdan ma'lum bo'lgani shuki, Fotima onamiz o'z taqdiri uchun Robbidan rozi bo'ldilar. Robbimiz ham ulardan rozi bo'ldilar. Roziya va Marziya ismlarining ma'nosida mana shu ma'no mujassam bo'lgan. Muhaddasa Allohning maxsus farishtalari tomonidan ismi yod qilinadigan inson ma'nosida keladi. Zahro och sarg'ish go'yo degani bo'lib, Fotima onamizning yuzlari oq sariq bo'lganligi uchun shunday atalganlar. Qolaversa, Imom Ja'far as-Sodiq Rizvonullohdan nima uchun Fotima onamizni Zahro kunyasi bilan atashgani so'ralganda, quyidagicha javob qilganlar. Fotima onamiz ibodat qilayotganlarida doimo yuzlaridan nur porlagan ekan. Bu nomni berilish sababi shundandir. Azizlar, qiz farzand kutayotgan birodarlaringizga ushbu sahifani jo'natib qo'ying.